Arab mamlakatlarning birida bir 3-4 ta qizlar, dugonalar bittasiga hiyla qilishdi, hasad qildimi yoki bir adovati bormidi, zino qildi deb turib haligi qizga tuhmat qilishdi. Otasi qizini tekshirishligi uchun shu shifoxonaga olib bordi. Ekspertiza qiladigan odam shoshildida shu homilador ekan deb qo'ydi. Ota sodda bu yerga nomus degan narsa bordida qizini o'ldirib qo'ydi. Keyin qizni pokligi ma'lum bo'ldi, ammo ish o'tib bo'lgan edi. Bitta doktorni diagnozi bilan o'sha kasalni yelkalaga ilib olmaylar. U adashgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi doktorga borib, ikkinchi laboratoriyadan tekshirib ko'ringlar, uchinchisidan tekshirib ko'ringlar. Mana shunda ham shoshilmaylik-da. Manaqa kasallik bor ekan desa, tamom bo'ldi, oldida haqiqatga vahiyda qoldi uni. Iymon keltirganlar, agar bir fosiq sizlarga bir xabarni olib kelsa, keyin qilib qo'ygan ishingizdan pushaymon yemaslik uchun xabarni tekshiringlar. Demak, shoshilishlik shaytondan, shoshilmaslik Rahmondan.